Qariyalar, ota-onalarimiz, buvijonlar va bobojonlar albatta tayyorlaning. Bugun men aytadigan ma'lumot oddiy yangilik emas. Bu pasport, identifikatsiya hujjati, pensiya, bank kartasi, nafaqa, shifoxona, notarius va davlat xizmatlariga bevosita taalluqli masala. Agar pasportdagi ma'lumot eskirgan bo'lsa, agar hujjat muddati tugash arafasida bo'lsa, agar familiya, ism, tug'ilgan sana yoki yashash manzili bilan bog'liq noaniqlik bo'lsa, keyin juda ko'p eshiklar yopilib qolishi mumkin. Men bugun ekspert sifatida sizlarga juda sodda tilda tushuntirib beraman. Hukumat pasportlar bilan bog'liq o'zgarishlarni qabul qilgandan keyin nimalarga e'tibor berish kerak? Avval tartib qanday edi? Hozir nimasi o'zgardi? Kim shoshilishi kerak? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Qaysi joylarda odamlar ko'p xato qiladi va amalda nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayniqsa yoshi katta insonlar uchun kichkina e'tiborsizlik pensiya to'lovida kechikish, bank kartasini ishlata olmaslik, shifoxonada ro'yxatdan o'ta olmaslik yoki notarius ishini bitira olmaslikka olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday foydali huquqiy va amaliy ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam hech qachon navbatda sarson bo'lmaydi. Keling, avvalo muammoning o'zini tushunib olaylik. Pasport oddiy qog'oz yoki plastik karta emas. Pasport insonning davlat oldidagi shaxsini tasdiqlovchi eng asosiy hujjatdir. Pensiya olishda ham, bankda pul yechishda ham, ko'chmas mulk oldi-sotishda ham, telefon raqamini rasmiylashtirishda ham, davolanish uchun ro'yxatdan o'tishda ham, hatto ayrim hollarda qarindoshlikni isbotlashda ham pasport ma'lumotlari asos bo'ladi. Avval ko'pchilikda eski namunadagi pasportlar bo'lgan. Keyin bosqichma-bosqich biometrik pasportlar joriy qilindi. Undan keyin ID karta tizimi kengaydi. Hozir esa davlat xizmatlari, ichki ishlar organlari, banklar, pensiya jamg'armasi, soliq, notariat, tibbiyot muassasalari va boshqa idoralar o'z ma'lumotlar bazasini raqamlashtirib boryapti. Bu yaxshi tomoni bilan qulaylik beradi. Odam har safar 10 xil qog'oz ko'tarib yurmaydi. Lekin bir muammo bor. Agar bazadagi ma'lumot bilan pasportdagi ma'lumot mos kelmasa, tizim odamni tanimasligi, arizani qabul qilmasligi yoki xizmat ko'rsatishni to'xtatib turishi mumkin. Shu sabab hukumat pasport hujjatlari ularni almashtirish, rasmiylashtirish, muddatlari ayrim toifadagi fuqarolar uchun yengilliklar va ma'lumotlarni aniqlashtirish bo'yicha tartiblarni yangilab bormoqda. Men buni shunday tushuntiraman. Davlat endi hujjat bor bo'lsa bo'ldi degan davrdan hujjat to'g'ri, muddatli, bazaga kiritilgan va barcha tizimlarda mos bo'lishi shart degan davrga o'tyapti. Ayniqsa keksalar uchun bu juda muhim. Chunki yoshi katta insonlar ko'pincha mening eski pasportim bor, shu yetadi. Men hech qayerga chiqmayman. Pensiyam kartaga tushyapti. Menga nima bo'lardi? Bolalarim bor, o'shalar hal qiladi deb yurishadi. Lekin amaliyotda ko'p holatlar shuni ko'rsatadiki, aynan oxirgi daqiqada muammo chiqadi. Masalan, bank kartasi yangilanadi. Pasport muddati o'tgan bo'lsa karta berilmaydi. Pensiya qayta hisoblanadi. Ma'lumot mos kelmasa, qo'shimcha tekshiruv so'raladi. Notariusda meros ishi ochiladi. Pasportdagi bitta harf farqi butun jarayonni bir necha haftaga cho'zadi. Avval ko'p ishlar qog'oz asosida yurardi. Mahalla ma'lumotnoma berardi. Pasport stoliga borilardi. Ayrim ma'lumotlar qo'lda tekshirilardi. Agar bir joyda xato bo'lsa, odam tanish bilish orqali, tushuntirish orqali yoki qo'shimcha qog'oz olib kelib ishni hal qilib ketardi. Hozir esa tizimlar elektronlashgani sabab insonning shaxsiy identifikatsiyasi bir nechta bazada bir xil ko'rinishi kerak. Misol uchun, fuqaroning pasportida ismi To'lqin deb yozilgan. Bank bazasida esa apostrofsiz To'lqin bo'lib qolgan. Oldin kassir odamni tanib mayli, shu kishi ekan deb pul berishi mumkin edi. Hozir esa elektron tekshiruvda farq chiqsa, operatsiya to'xtab qolishi mumkin. Yoki pasportda tug'ilgan sana 1902 yil 3-mart, boshqa bazada 1902 yil 3-mart bo'lib ketgan. Bu kichik farqdek ko'rinadi, lekin pensiya, sug'urta, tibbiyot yoki notarius uchun katta muammo. O'zgarishlarning asosiy mazmuni shundaki, hujjatlarning haqiqiyligi, muddati, egasining biometrik ma'lumotlari va elektron bazadagi yozuvlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Shuningdek, ID karta va biometrik hujjatlar orqali davlat xizmatlarini olish tartibi kengaymoqda. Bu degani, kelajakda ko'plab xizmatlar uchun eski hujjat, muddati o'tgan pasport yoki noaniq ma'lumot bilan yurish qiyinlashadi. Yana bir muhim jihat, yosh katta insonlar ba'zan pasportni faqat safarga chiqish uchun kerak deb o'ylashadi. Yo'q, ikki hujjat ham kundalik hayotda kerak. Siz xorijga bormasangiz ham bank, pensiya, mulk, meros
shifoxona subsidiya, nafaqa, kommunal xizmatlar, mobil aloqa, kredit tarixi, davlat xizmatlari portalidagi ro'yxatdan o'tish kabi ishlarda shaxsni tasdiqlash talab qilinadi. Birinchi navbatda pasport yoki ID karta muddati tugagan yoki yaqin 6 oy ichida tugaydigan fuqarolar e'tibor berishi kerak. Men doim shuni maslahat beraman. Hujjatning oxirgi kuni kelishini kutmang. Masalan, pasport muddati 2026 yil yanvarda tugasa, dekabrning oxiri navbatga turmang. Kamida 2-3 oy oldin tekshirib, kerak bo'lsa almashtirishni boshlang. Chunki bayram kunlari, dam olish kunlari, tizim yuklamasi, navbat va hujjatdagi xatolar jarayonini cho'zishi mumkin. Ikkinchi toifa pasportdagi ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana yoki joyda farq bor insonlar. Masalan, bir hujjatda Abdullayev, boshqasida Abdullayeva bir joyda holida, boshqa joyda holda bo'lsa, buni mayda narsa deb qaramang. Keksalarda bu holat juda ko'p uchraydi. Chunki Sovet davridagi hujjatlar, nikoh guvohnomalari, tug'ilganlik haqidagi yozuvlar, lotin va kiril yozuviga o'tish jarayoni sabab ko'plab farqlar paydo bo'lgan. Hozir elektron tizimlar bu farqlarni qattiqroq ko'radi. Uchinchi toifa, pensiya, nafaqa, nogironlik to'lovi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, moddiy yordam yoki ijtimoiy reyestr orqali yordam oladigan insonlar. Chunki bunday to'lovlar shaxsiy ma'lumotga bog'liq. Agar pasport muddati tugagan, ma'lumotda farq bor yoki baza yangilanmagan bo'lsa, to'lov to'xtaydi deb vahma qilish shart emas, lekin kechikish, qo'shimcha tekshiruv yoki bankdagi cheklovlar bo'lishi mumkin. To'rtinchi toifa, meros, uy-joy, yer, avtomobil yoki notarial bitimlar bilan ishi bor qariyalar. Masalan, bobomiz uyini farzandiga hadya qilmoqchi yoki buvijon meros hujjatini rasmiylashtirmoqchi. Notarius birinchi navbatda shaxsni tasdiqlaydi. Agar hujjat eskirgan, fotosurat odamga juda o'xshamay qolgan, pasport muddati o'tgan yoki ma'lumotda farq bo'lsa, notarius ishni davom ettirmasligi mumkin. Bu esa oilada ortiqcha asab, vaqt va pul sarfi degani. 5-toifa, uzoq yillardan beri yashash joyini o'zgartirgan, lekin ro'yxat ma'lumotini yangilamagan fuqarolar. Masalan, ota-onamiz qishloqdan shaharga farzandi oldiga kelib yashayapti, lekin ro'yxat hali eski manzilda. Tibbiy xizmat, mahalla, ijtimoiy yordam yoki davlat xizmati olganda sizning doimiy manzilingiz boshqa joyda degan muammo chiqishi mumkin. Agar sizda amaldagi ID karta yoki biometrik pasport bo'lsa, muddati hali uzoq bo'lsa, bank, pensiya, shifoxona va davlat xizmatlarida hech qanday muammo chiqmayotgan bo'lsa, demak siz vahima qilishingiz shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta hujjatingizni tekshirib qo'ying. Hujjat uyda sandiqda yotgani bilan u doim yaroqli degani emas. Suv tegishi, yirtilishi, plastik qismi shikastlanishi, chip ishlamasligi yoki ma'lumot o'qilmasligi mumkin. Yana bir holat, ayrim keksalar hukumat o'zgarish qildi, endi hamma ertaga pasport almashtiradi deb o'ylashi mumkin. Yo'q, har bir o'zgarish hammani bir kunda hujjat almashtirishga majbur qiladi degani emas. Odatda bunday tartiblar bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Lekin ma'lumotni oldindan bilish kerak. Chunki navbatlar ko'payganda, barcha bir vaqtda yugurganda eng ko'p qiynaladiganlar aynan qariyalar bo'ladi. Birinchi misol, 7 yoshli pensioner otaxonning bank kartasi muddati tugadi. U bankka bordi, yangi karta ochmoqchi bo'ldi. Bank xodimi pasportni tekshirdi va pasport muddati bir oy oldin tugaganini aytdi. Otaxon, men har oy pensiya olyapman-ku dedi. Ha, pensiya tushgan bo'lishi mumkin. Lekin yangi bank mahsuloti ochish uchun amaldagi hujjat kerak. Natijada otaxon avval pasportini yangilashga boradi, keyin yana bankka qaytadi. Agar buni oldindan bilganida bir oy oldin hal qilib qo'yardi. Ikkinchi misol. 18 yoshli ayolning tug'ilganlik guvohnomasida familiyasi kirillda boshqa yozilgan, nikoh guvohnomasida boshqa, pasportida esa lotinda yana boshqa ko'rinishda chiqqan. Farzandlari meros masalasini rasmiylashtirmoqchi bo'lganda notarius qarindoshlik va shaxsiy ma'lumotlarni solishtirdi. Bitta harf farqi sabab arxidan qo'shimcha ma'lumotnoma, FHDYodan tuzatish, ba'zan sud orqali faktni aniqlash zarur bo'lib qoladi. Bitta harf odamni bir necha hafta yugurtirishi mumkin. Uchinchi misol, 60 yoshli buvijon sog'lig'i sabab ko'p yura olmaydi. Pasporti eski, fotosurati yoshligidagi holatga o'xshab qolgan. Tibbiy muassasada elektron ro'yxatdan o'tganda shaxsni aniqlashda savollar chiqadi. Agar hujjat oldindan yangilansa yoki qonuniy vakil orqali kerakli ishlar tayyorlansa, buvijon shifoxona eshigida qiynalmaydi. 4-misol. Farzandlar chet elda ishlaydi, otasi esa O'zbekistonda yashaydi. Farzand pul jo'natadi, ota bankdan oladi.
Bir kuni bank qo'shimcha identifikatsiya so'raydi. Pasportdagi ma'lumot to'liq o'qilmaydi yoki muddati yaqin tugagan bo'ladi. Pul bor, lekin uni olishda muammo chiqadi. Bu yerda ham yechim oddiy. Hujjatni oldindan tekshirish, muddati yaqinlashsa almashtirish, bank ma'lumotlarini yangilash. Endi eng muhim qismga keldik. Birinchidan, yoshi katta yoki harakatlanishi qiyin bo'lgan insonlar uchun ayrim hollarda yengilliklar bo'lishi mumkin. Masalan, qonuniy vakil, farzand yoki ishonchnoma asosida ayrim hujjatlarni topshirish, davlat xizmatlaridan foydalanish, navbat olish, ariza tayyorlash mumkin. Lekin shuni biling, pasport yoki ID karta uchun shaxsning o'zi identifikatsiyadan o'tishi, biometrik ma'lumot topshirishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun men o'zim bormasam ham bolam hammasini qiladi deb aniq ishonib qolmang. Oldindan tegishli idoradan so'rab oling. Ikkinchidan, ishonchnoma ham pasportga bog'liq. Agar otaxon farzandiga ishonchnoma bermoqchi bo'lsa, notarius amaldagi hujjat so'raydi. Hujjat muddati o'tgan bo'lsa, ishonchnoma ham rasmiylashtirilmay qolishi mumkin. Demak, avval pasportni to'g'irlash, keyin ishonchnoma berish kerak bo'ladi. Uchinchidan, mening pensiyam tushib turibdi, demak hammasi joyida degan fikr har doim to'g'ri emas. Pensiya tushishi eski ma'lumot asosida davom etayotgan bo'lishi mumkin. Lekin yangi xizmat so'ralganda yangilangan identifikatsiya talab qilinadi. Masalan, plastik kartani almashtirish, mobil ilovaga kirish, bank omonati ochish, kredit yopish, notarial hujjat rasmiylashtirishda boshqa talab bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, pasportdagi xato har doim pasport idorasida hal bo'lavermaydi. Agar xato tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi yoki arxiv yozuvlaridan kelgan bo'lsa, avval FSHDYO organlari orqali tuzatish kerak bo'ladi. Agar hujjatlar bir-biriga zid bo'lsa va oddiy ma'muriy tartibda tuzatishning imkoni bo'lmasa, sud orqali yuridik faktni aniqlashga to'g'ri kelishi mumkin. Bu qo'rqinchli emas, lekin vaqt oladi. Shuning uchun ishni oxirgi kunga qoldirmang. Beshinchidan, uyda yotgan qariyalar masalasida alohida e'tibor kerak. Agar inson yura olmasa, oila a'zolari avval mahalla tibbiy muassasa, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi yoki davlat xizmatlari markazidan tartibni so'rashi kerak. Ba'zi holatlarda ko'chma xizmat alohida tartib yoki vakil orqali tayyorlov ishlari bo'lishi mumkin. Lekin bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Ariza, tibbiy ma'lumot, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat va boshqa asoslar so'ralishi ehtimoli bor. 6-dan, hujjatni yangilashda to'lov masalasini ham unutmang. Davlat boji yoki xizmat haqi bo'lishi mumkin. Ayrim toifadagi insonlarga imtiyozlar berilishi mumkin. Lekin buni har kim o'z holati bo'yicha aniqlashi kerak. Qo'shnim bepul qildi, men ham bepul qilaman deb o'ylamang. Qo'shningiz nogironlik guruhi, ijtimoiy maqomi yoki boshqa asos bilan imtiyoz olgan bo'lishi mumkin. 7-dan, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pasport o'zgarishlari haqida gap chiqqanda, ayrim odamlar men sizga navbatsiz qilib beraman, pul bersangiz bir kunda chiqaraman, uyingizga kelib hal qilaman deb aldashi mumkin. Hujjat masalasida faqat rasmiy idoralar, davlat xizmatlari markazi, ichki ishlar tizimining tegishli bo'limlari, FHDYO va rasmiy portallar orqali ish tuting. Pasport nusxasini, SMS kodlarini, bank karta ma'lumotlarini begonalarga bermang. Ayniqsa qariyalar telefon orqali aldovlarga ko'p uchraydi. Men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, bugunoq pasportingizni yoki ID kartangizni olib, muddatini tekshiring. Hujjat qachon berilgan, qachongacha amal qiladi, fotosurat aniqmi, familiya, ism to'g'rimi, tug'ilgan sana va joy to'g'rimi, plastiki shikastlanmaganmi, hammasini ko'rib chiqing. Agar o'zingiz o'qishga qiynalsangiz, farzandingiz, nevarangiz yoki ishonchli qo'shningizdan yordam so'rang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni bitta papakaga yig'ing. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lsa ajrim hujjati, turmush o'rtog'i vafot etgan bo'lsa o'lim haqidagi guvohnoma, pensiya daftarchasi yoki pensiya ma'lumotlari, nogironlik hujjati. Yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar, eski pasport nusxalari bo'lsa ularni ham saqlang. Ko'p muammoyna hujjat qayerda edi degan savoldan boshlanadi. 3-qadam, ma'lumotlarda farq bor yo'qligini solishtiring. Pasportdagi familiya tug'ilganlik guvohnomasidagi bilan mosmi? Nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjat bormi? Otasining ismi bir joyda o'g'li, boshqa joyda boshqacha yozilmaganmi? Tug'ilgan sana bir xilmi? Agar farq topsangiz, vahma qilmang, lekin yozib qo'ying. Qaysi hujjatda qanday yozilganini alohida ro'yxat qiling. 4-qadam, agar hujjat muddati tugayotgan bo'lsa,
Davlat xizmatlari markaziga yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. Borishdan oldin telefon orqali yoki rasmiy manbadan kerakli hujjatlar ro'yxatini aniqlang. Chunki hudud, holat va hujjat turiga qarab talablar farq qilishi mumkin. Navbat bo'lsa, oldindan navbat oling. Qariyani quyoshda, sovuqda yoki uzun navbatda kuttirish kerak emas. 5-qadam, agar qariya o'zi bora olmasa, avval tartibni aniqlang. Vermagan mahallaga murojaat qiling. Oilaviy poliklinikadan sog'lig'i bo'yicha ma'lumot kerakmi? Vakil orqali ariza topshirish mumkinmi? Ko'chma xizmat bormi? Shularni so'rang. Farzandlar bitta narsani tushunishi kerak. Ota-onaning hujjati bu keyin qilamiz degan ish emas. Ertaga shoshilinch operatsiya, bank to'lovi, meros ishi yoki boshqa zarurat chiqib qolsa, vaqt yetmaydi. 6-qadam, bank va pensiya ma'lumotlarini yangilang. Yangi pasport yoki ID karta olganingizdan keyin bankka borib ma'lumotlar bazasini yangilating. Pensiya yoki nafaqa oladigan bo'lsangiz, tegishli organlarda yangi hujjat ma'lumotlari aks etganiga ishonch hosil qiling. Ba'zan odam hujjatni yangilaydi, lekin bankdagi eski pasport raqami qolib ketadi. Keyin pul yetishda yoki karta almashtirishda muammo chiqadi. 7-qadam, hujjat nusxalarini ehtiyotkorlik bilan saqlang. Pasportning oddiy nusxasini uyda papkada saqlash mumkin, lekin uni begonalarga tarqatmang. Telefoningizda suratini saqlasangiz, telefon parol bilan himoyalangan bo'lsin. Telegram yoki boshqa messenjer orqali har kimga yubormang. Bugungi kunda shaxsiy ma'lumot ham puldek qimmat. 8-qadam, agar xatolik aniqlansa, arizada aniq yozing. Masalan, pasportimdagi tug'ilgan sana FDY hujjati bilan mos emas. Familiyam nikoh guvohnomasida boshqa yozilgan. Otasining ismida harf xatosi bor deb aniq ko'rsating. Og'zaki aytib qo'yish yetarli bo'lmasligi mumkin. Imkon bo'lsa, ariza nusxasini o'zingizda qoldiring yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjat oling. 9-qadam. Muddatlarni kuzating. Ariza topshirdingizmi? Qachon javob bo'lishini so'rang. Hujjat tayyor bo'lsa, uni vaqtida oling. Agar rad javobi berilsa, sababini yozma ko'rinishda so'rang. Chunki rad sababini bilmasdan keyingi qadamni to'g'ri tanlab bo'lmaydi. 10-qadam, oilaviy nazorat ro'yxati tuzing. Har bir xonadonda qariyalar hujjati bo'yicha kichik jadval bo'lsin. Otaning pasport muddati qachon tugaydi? Onaning ID kartasi qachon berilgan? Nikoh guvohnomasi qayerda? Tug'ilganlik hujjatlari qayerda? Pensiya kartasi qachon almashtiriladi? Bu oddiy ko'rinsa ham juda katta muammolarning oldini oladi. Demak, asosiy xulosa shuki, pasportlar bilan bog'liq yangi tartiblar va o'zgarishlar odamlarni qo'rqitish uchun emas, hujjatlarni tartibga solish, ma'lumotlarni yagona tizimga keltirish va xizmatlarni aniqroq ko'rsatish uchun kerak. Lekin bu jarayonda eng ko'p e'tibor talab qiladigan toifa qariyalarimizdir. Chunki ularning hujjatlarida eski yozuvlar, familiya farqlari, arxivdagi noaniqliklar, muddati tugagan pasportlar yoki yangilanmagan bank ma'lumotlari ko'proq uchraydi. Men sizdan iltimos qilaman. Bu videoni ko'rgan bo'lsangiz, bugun uyda ota-onangiz, buvingiz, bobongizning hujjatini tekshirib qo'ying. Hujjat muddati, ism, familiya, tug'ilgan sana, bank va pensiya ma'lumotlari to'g'ri ekaniga ishonch hosil qiling. 1 soatlik tekshiruv keyin 1 oylik yugur-yugurning oldini olishi mumkin. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pasport yoki ID karta almashtirishda qanday muammolar bo'lyapti? Qariyalar uchun navbat va xizmatlar qanday tashkil etilgan? Tajribangiz boshqa odamlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki hujjat masalasi oldindan tayyor bo'lgan odam hech qachon sarson bo'lmaydi.